Bu yog'iga titalar zanglamaydi akalar. Sizlar uchun Nerjiveka titan chiqazdik. Xudo xolisa va zo'r chiqdi, o'zim ishlatib ko'rdik. 304 markadan akalar. Buni 200 markasi bor, 201 markasi bor. Ko'pchilik arzonchi 201, 200 markadan ishlatishadi. Bu 304 umuman zanglamagan Nerjiveka titan chiqazdik. Hop, bu 180 litr ichiga suv ketadi. Ya'ni full agv chiqazganmiz. Buni ham cho'milishingizga, ham hammomga, ham to'pli polga kichikroq batareyangiz bo'lsa, ulab qo'ysangiz ham bo'ladi. Zanglamaydi, unga 100% biz javob beramiz. Hozir kunda ko'ryapsizlar, ko'p bozorlarda boshqada metaldan qiladi. Metal bilasizlar, zanglagandan keyin uzoqqa bormaydi, chirish ehtimoli ham katta bo'ladi. Bu Nerjiveka inshaalloh akalar ancha-muncha ishlaydi. Qaysi tekshirmaysa ham bo'ladi. Faqat filtr bilan qo'ysanglar. Filtr toza qilib beradi suvni, zo'roq ishlaysiz. Toza suvda cho'milasiz, bundan suv ichsa bo'ladi. Faqat titandan suv ichsangiz bo'ladi. Bunga javob beramiz. Toza suv tushadi. Zakazga akalar 100 litrdan 400-500 litrgacha mana shunaqa Nerjivekani 304 markaligini, originalini chiroyli narxda qilib beramiz akalar. Akalar, kislotada biz tekshirganmiz, umuman o'ziga zang olmaydi. Bu 304 marka aytib o'tganimdek, har bittasiga 40 talik turba qo'yganmiz. Ya'ni 5 ta 40 talik turba, ya'ni Nerjiveka turba qo'yilgan, zanglamaydi. Mana ko'ring aka, gazni siqib olishga mana shunaqa lipitsoklar ham qo'yib chiqqanmiz har bittasiga. Juda ekonomik aka. Kim kerak bo'lsa Toshkent shahri bo'ylab dastavkamiz bepul, viloyat vohaliga kelishgan narxda dastavka qilib beramiz. Akalar, videoga like bosing, titan olaman degan yaqinlarga jo'natib qo'ying.